Assalomu alaykum, Avto Prestige obunachilar. Mana ko'rib turgan bu avtomobilingiz Voyage Free Apollo Teach avtomobili bo'ladi. Ko'pchilik so'ragan avtomobil. Mana biz bugun olib keldik bu avtomobilni. Bu avtomobilimizga 3 yil garantiyalari bilan bo'ladi. Hamda o'zini zaryadchilari, poliklari, kerakli qo'shib beriladigan o'zini yostiqchalari bo'ladi. Bu avtomobilimiz mokriy svetga qora salon bo'ladi. Do'stlar, ushbu avtomobil agar kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sideniyalarga keladigan bo'lsak, Alcantara sideniya bo'ladi. Hamda беспроводная зарядка, o'zini neobычный полный monitori bo'ladi, lyuklari bo'ladi, panorama tom bo'ladi. Bu avtomobilimiz pnevmo podveska, hozir pnevmo podveskasi ko'tarilgan holatda turibdi. Bu pnevmo podveskani tushirsa ham bo'ladi. Hop, bu avtomobilni agar sport rejimga qo'yadigan bo'lsak, monitori o'zi mana qilib kichrayadi. Kichraygandan keyin o'sha pnevmo podveska sekin tushishni boshlaydi. Mana ko'rib turganingizdek, sekin avtomobilimiz o'sha pnevmo podveskasi tushyapti. Pnevmo podveskasi ko'tarilganda bu avtomobilimiz takoy baland ham bahaybat ko'rinadi. Pnevmo podveskani tushirsangiz sport rejimda mashina ancha cho'kadi. Hop, do'stlar, agar kimga ushbu avtomobil kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu avtomobil kim qiziqqan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib kelsanglar bo'ladi.